Nimaga erkaklar ayollarga nisbatan yoshroq ko'rinadi? Biz tinmasdan o'qit qilamiz. Ertalab kechqurun qoldirmasdan kremlarimizni suramiz, kosmetologga boramiz, quyoshdan to'liq himoya qilamiz. Kerak bo'lsa sport bilan ham shug'ullanamiz, lekin ular hech nima qilmasa ham bizga nisbatan yosh ko'rinishadi. Обидно-da? Olimlar aynan mana shu narsani sababini aniqlab eksperiment o'tkazib ko'rishgan. 30 yoshdan oshgan ayollarni ikki guruhga bo'lishgan. Birinchi guruhdagi ayollarni yengil sport bilan shug'ullantirishgan, masalan yugurish bilan. Ikkinchi guruhdagi ayollar bo'lsa og'ir sport bilan ishlashgan, ya'ni yelka bilan ko'proq ishlashgan. 16 hafta o'tgandan keyin natija taqqoslanib ko'rganida birinchi guruhga nisbatan ikkinchi guruhdagi ayollarda yosharish tezlashgan. Ko'p kollagen ishlab chiqarganini hisobiga organizm. Sababi biz qancha ko'p yelkamiz bilan ishlasak, u yerda qancha ko'p qon aylanishi yaxshi bo'lsa, shuncha kollagen yaxshi ishlab chiqaradi va yosharish tezlashadi. Bilsangiz, erkaklar zalga borgandan keyin aynan mana bu mushaklarini qatirishga urg'u berishadi, ko'proq shu yer bilan ishlashadi. Ularda bizga nisbatan yoshroq ko'rinishga asosiy sabablardan biri shu. Siz nima deb o'ylaysiz? Nima uchun ular bizga nisbatan yoshroq ko'rinadi?